Hammalaringga salom. Sizlar bilan yana Hayotim Mo'ralieva. Oxirgi marta video qo'yganimdan keyin o'ylab qarasam juda ham ko'p narsalar hayotimda o'zgarib ketibdi. Va ulardan bitta asosiysi men unashtirilib turmushga chiqqanligim bo'ldi. Albatta bularning hammasini YouTube kanalimda yoritib bora olmadim, chunki men bu hodisalar bilan band bo'lish bilan birgalikda yana meni o'zim ishlayotgan joyim, ishim, karyeram bor edi. Shuning uchun ikkalasini o'rtasida qandaydir ortiqcha sotsial mediaga vaqt ajrata olmay qoldim. Va bugundan boshlab albatta endi sizlarga ko'proq vaqt ajrataman, ko'proq videolar qo'yib boraman, chunki ofitsialni uy bekasiga aylandim. Buni o'ziga yarasha sabablari bor albatta. Birinchisi, biz bu oyi xudo xohlasa Turkiyaga ketyapmiz. Bu oy emas, hozir agar iyun bo'lsa, keyingi oy iyulda biz Turkiyaga ketyapmiz turmush o'rtog'im bilan. Va bu men uchun bu juda ham katta hodisa. Bilsalaring agar, meni turmush o'rtog'im turk va biz O'zbekistonda to'y qilganligimizga qaramasdan hali turmush o'rtog'im yaqinlarini ko'rganligimiz yo'q edi. Shuning uchun ham ularga Turkiyaga borib turmush o'rtog'imning yaqinlari bilan ham tanishib, bir kichik bir marosim o'tkazib kelmoqchimiz. Shuning uchun men ularning yaqinlariga juda ham ko'p sovg'alar sotib oldim. Juda ham ko'p desa bo'ladimi bilmadim. Menimcha yana ko'p narsa olsam kerak, qo'shimchalar. Hozircha ko'nglim to'lganicha yo'q. Lekin shunga qaramasdan sizlarga video olishga qaror qildim. Sizlar agar yana maslahatinglar bo'lsa, videoni ostida kommentariyaga yozib qoldirishlaring mumkin. Agar sizlar ham chet elda yashasalaring, qaynonalaringga yoki turmush o'rtoqlaringning qarindoshlariga qanaqangi sovg'alar olib borganliklaring haqida ham yozib qoldirishlaring mumkin. Agar tayyor bo'lsalaring, qani ketdik. Yaqinda O'zbekistonda to'yimiz bo'lganida turmush o'rtog'imni oilasidagi ayollarga Koreyadan set kosmetikalar olib borgan edim. Singlisini yuzini terisida juda ham ko'p ugrilar chiqayotganligi sababli singlisiga mana bunaqangi krem berib yuborgan edim. Mana bunaqa krem, yana mana bunaqa krem berib yuborgandim. Bular aptekada sotiladi. Koreyada aptekada sotiladi. Juda ham ugrilarga foydali. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Meni ham yuzimda hozir umuman ugri yo'q, chunki ozgina nimadir chiqishni boshladimi, darrov mana shu kremlardan surkab olaman. Juda ham problemli ugrilarga qarshi ham вообще effektivniy hisoblanadi. Shundan berib yuborgan edim. Haqiqatan singlisiga ham ta'sir qildi yuziga. Ularni yana boshqa nima deydi, o'smir qarindoshlari ham hozir ugri problemalari bo'layotgan ekan. Gaplashganimizda nima bor edi sizlarga aytsak, hech narsa kerak emas deyishdi-da, lekin agar mana shu nimaga singlingga berib yuborgan kremdan bo'lganda olib kelganingda yaxshi bo'lardi, rosa ham effektivniy ekan deb, hech narsa kerak emas deb faqatgina bitta krem aytishdi. Ishonasizlarmi? Faqatgina bitta krem. Va men ham kremdan naq bir pachka sotib oldim. Ichida 12 ta dona bor ekan. Endi oila katta, albatta o'smirlar ham juda ham ko'p bo'ladi. Hammasiga bittadan bersak ham yoki bitta odamga ikkitadan bersak ham menimcha yetadi deb o'ylayman. Juda ham kerakli narsa. Men o'zimga eng yoqqani shu bo'ldi, chunki ular aytishdi. Nima qilamiz endi, sizlarga eng zo'ridan boshlab qo'ydim-ku. Yo'q, oxirigacha ko'ringlar videoni. Sizlar kutmagan balki antiqa sovg'alar ham chiqib qoladi. Bundan faqatgina 2 dona oldim xolos, o'g'il bola qarindoshlariga. Tak, undan keyin o'zim effektini bilgan Green Tomato'ni ampulasi. Bu reklama emas, men reklama qiladigan auditoriyam yo'q, lekin doim hammaga shuni maslahat beraman. Bu umuman terini yoshartiruvchi, agar teringizda ozgina osilish bo'lsa ham teringizni tortuvchi va rangini ham bilsanglar agar bir xilgilarda toni nima deydi, bir tekisda bo'lmaydi. Mana shu toniga ham yaxshi yordam bo'ladi. Ya'ni tonni bir xillashtiradi. Ya'ni bir tarafi qora, bir tarafi oq bo'lib turmaydi. Faqat bitta tarafi bor, bu emizililarga mumkin emas, chunki ichida nitsinamidi bor. Bundan oldim. Naq nechta oldim? 3 2. Ya'ni 5 ta pachka bo'lsa, ichida 2 tadan ampula 10 ta. Va yana mana bunaqa umvolkalar oldim.
Bu Koreyada juda ko'p reklama qilinmaydigan brend, lekin men O'zbekistonda yaqinda o'zim sotganimda juda ham востребованный bo'ldi. Menimcha hammaga yoqdi. O'zim ayamga ham yoqdi. Ayam ishlatadigani mana bu retinolligidan. Har safar mendan mana shuni jo'natib yuborishimni so'raydi. Ayamga ham olganman. Bu 10 tani men qarindoshlarga sovg'a sifatida oldim. Keyin bunday o'ylab qarasam, o'g'il bolalarga va erkak kishilarga umuman sovg'a olmayman. O'g'il bolalarga oldim. Keyin ko'rsataman uni. Faqat u ko'p emas, ozginagina narsa. Asosan olgan narsalarim faqat qizlar uchun, bilmadim yoki Koreya kosmetikalar makoni deb hisoblangani uchunmi, yoki bo'lmasam men o'zim ayol kishi bo'lganim uchun, aynan ayol kishiga nimalar kerakligini bilganim uchunmi, bilmayman. Faqat kosmetika va shunga o'xshagan narsalar, ayollarga kerak narsalarni olman xolos. Undan keyin esa mana bunaqa kushonlar. Kushon yaxshi, uzoq turadi. Agar make-up fixer bilan ishlatsa, osongina oqib ketmaydi. 5 ta bunaqa kushondan keyin yana mana bunaqa kichkina tenglar qizlarga har xil ranglardan oldim. O'zim ham bu orada qurib qolib ketmadim. Albatta biz shoppingga borganimizdan keyin nima qilishimiz kerak? O'zimiz uchun ham nimalardir olib chiqishimiz kerak. Bo'lmasam shoppingdek tuyulmaydi. O'zimga ham Lamelinni atridan oldim. Cho'milib chiqqandan keyin sepasiz. Juda ham bir odamda yuragini ochadigan hid. Unaqangi qimmat atir bo'lmasa ham, u darajada uzoq turmasa ham, lekin juda ham приятный hid. Повседневный uyda yurganingizda, misol uchun, sep qo'ygani nejalka atir. Keyin yana mana bunaqa lip balm har xil ranglaridan aralashtirib oldim. Endi kimga qanaqa rang yoqishini ham oldindan aytib bo'lmaydi, shuning uchun har xil qilib oldim. Albatta menimcha egasi chiqsa kerak. Chunki hammani ham yuzini toni bir xil emas. Bittasini ochib ko'rsatsam, skoch bilan yopilgan ekan. Mayli, endi kimnikidir ochib ko'rsatyapman sizlarga. Hidi ham shirin. Men o'zimga ham rosa yoqadi. Biz Koreyada yashovchilarning juda ham pomadasi ko'p bo'lsa kerak. Lip tint, lip balm, lipstick juda ham ko'p bo'lsa kerak. Men o'zimda ham shaxsan rosa ham ko'p. Har Olivyenga kirganimda olib chiqaman. Qanaqadir pomada olib chiqaman обязательно. Lekin ichidan faqat ikkita tonni qo'yib yuraman xolos. Men hozir o'zimda qo'ygan ton bilan yana bitta nude ton bor. O'shani qo'yib yuraman xolos. Bu bordoviy hozirgi qo'yganim. Yana bitta nude tondagi pomadam bor. Aslovda o'shalarni qo'yib yuraman xolos. Qolganlarini bilmayman. O'sha momentda qo'yganimda yoqadi, olib chiqaraman. Keyin уже har doim emas, qandaydir bir boshqacha kiyinganimda yoki bo'lmasam boshqa bir meropриятиеlarga borayotganimda qo'ysam qandaydir yarashadi. Lekin повседневныйga faqat ikki xil pomadam bor xolos. Yana pomadalar. Aytyapman-ku, qizlarga pomada ko'p bo'lmaydi hech qachon. Bu pomadalar bor. Yana mana bu pomadalar ham bor. Bu pomadani men o'zim uchun 1 yil oldin kashf qildim. Oldinlari Nivea yoki bo'lmasam brendlarni ishlatardim. Lekin mana bu pomadani topgandan keyin, mana lip balm topgandan keyin umuman bilan ishlatmay qo'ydim. Rosa ham labda yaxshi namlantiradi, qurutnaqa qilmaydi, yorilib ketmaydi. Ichida propolis ham bor. Bunaqa probniklar ham berishdi. Bu umvalkani ishlatib ko'rmaganman, qanaqadir umvalkaniki ekan bu. Yuzu self foaming 3-in-1 peel cleanser. AHA, BHA, PHA. Ishlab ko'ramiz. Mana bunaqangi kremlar, mana bunaqa oq. Qo'lda rosa yaxshi namlantiradi. Bunaqasidan kichkintoy qizaloqlarimizga mana bunaqa cutie. Bunaqangi zakokala oldim. Qizchalarga. Endi sog'aga rosa ham chiroyli. Mana
shirin. O'zi oilada qizkam, yana men hamma sog'im qizligi. O'g'il bolaga ham bu narsa oldingizmi o'zi deb o'ylayotgan bo'lsalaring, albatta oldim. Mana bunaqa mashinkalar oldim xolos. Endi o'ylab qarasam, o'g'il bolaga hech narsa olmabman. Nima olsam bo'ladi? Kommentariyada yozib ketinglar, o'g'il bolaga qanaqa sovg'a olib borgan bo'lardilaring. Mana shunaqa 4 ta mashina chopman xolos o'g'il bolaga. Nima olsam bo'ladi? To'y qizlarga mana bunaqa kashlyokchalar oldim. Mana shu multfilm Koreyada rosa ham populyarniy. Yaponskiy multfilm adashmasam, Koreyada rosa ham populyarniy. Hamma mana shu karakterni rosa ham yaxshi ko'rishadi. Mana yana boshqachasi. Mana yurakchaligi. Yurakcha. Boshqa yurakcha. Bunaqangi shortiklar. Bunisi qizlarga. Bunisi sal kichikroq razmer, hozir ko'rsatganimdan. Mana bunaqa mittivoy bolachalarga. Bunisi ham mittivoy bolachalarga. Jiyanchalari bor. Mana bunaqa futbolkalar. Bularni men tanlaganman. Mana bunaqa yozgi kiyimlar, futbolkalar. Mana bunaqa koftochkalar. Shirinligini. Ko'p futbolkalar. Bunaqasidan. Mana bunaqasidan. Mana bunaqa medvejoniklari boridan. Kiyimlar xullas. Mana bunaqangi mana kollagen maskalar oldik. Bunaqasidan. Yana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pachka bor yana. 11 pachka bo'lish kerak. Chunki 15 ta pachka olganmiz bundan. Hozir 11 pachka bo'lish kerak yana. 4 tasini sizlarga ko'rsataman. Aloy, mana bunaqasi. Keyin mana bunaqangi shirin hidli yana kremni olganmiz. Bundan ham ko'p kerak. Rosa ham ko'p. Va ota-onalarimizga, qaynona-qaynotamga, mana bunaqa tizzalariga dori sotib oldik. Dori emas, endi bu supplement. Nima deydi? Biodobavka deydimi? Supplement. O'zimni ayamni tizzasida muammo bo'lganidan keyin mana shunaqangi dorilar jo'natishni boshlaganida ayamga rosa ham yoqib, rosa effektivniy ekan, yana jo'nat dedi. Shuning uchun ham bularga ham effektivniligini bilganimiz uchun sotib oldik. Buni ichida ko'pgina bo'ladi. Ochib ko'rsatsam, ochsam ochilib qoladi-da. Ichini ko'rsata olmayman-da, ayamkini olib ko'rsataymi ekan. Ayamga ham xuddi shuni olganman. Mayli, ayamki bilan almashtirib qo'yamizki. Sekin ayamga olganim bilan. Aya, sizni doringizni ochyapman-da. Biz qaynona-qaynotamga olganimda, endi ochilgani bilan ayamki ochilmaganini almashtirib qo'yaman endi. Iloji yo'q. Auditoriyaga ko'rsatishimiz kerak axir. Come on. Mana ichida ko'p. Bemalol 3 oyga yetadi, 3-4 oyga даже yetsa kerak. 4 oyga yetar ekan, chunki ichida 30 tadan bir kunda bir mahal ichiladi. Videomiz sekin-sekin nihoyasiga yetyapti. Va yana podarkalarimdan bittasi mana bunaqa fenchalar. Yoz kelyapti. Yoz kelyapti-hamki, Koreyada bilmadim. Bu yilgi yoz avvalgilariga qaraganda birmuncha sovuqroq. Konditsionerlarni ham iyunni o'rtalaridan boshlab yoqishni boshladik. Avvallari уже mayda o'rtalarida havo вообще isib ketardi, dim bo'lib. Bu yil unchalik issiq bo'lmadi.
Mana bunaqangi fenchalar hozir Koreyada rosa ham populyarni. Bu oddiy fen emasda, sizga issiq havoni haydab bermaydi. Bu havoni sovutib beradigan spetsialniy fenlar. Sovuq havo keladi. Mana shunaqangi fenlardan ham 1, 2, 3, 4 ta pachka oldim. Qizlarimizga, ayollarimizga. Rosa ham maza. Jonimni rohat dedi-yu. Ayamga jo'natgandim, ayamga yoqqan, ayam даже uyda ishlatib yurar ekan. Ko'chaga chiqib, o'zi buni ko'chaga chiqqanda ishlatishadi-da, ayam uyda ishlatib yurar ekan o'ziga. Ayamga ham xuddi shunaqadan olganman bitta. Ularga 4 ta oldim, ayamga ham bitta olib qo'ydim, yana yangisidan jo'natib olgani. O'zi qizlar shunday bo'lsa kerak, nima olsa ayamga ham. Buni ham ayamga ham olishim kerak, uni ham ayamga ham olishim kerak. Doim ayamizni o'ylab yuramiz. Va yana mana bunaqangi supplement bor. Buni turmush o'rtog'imni akasiga oldik. Bu ham nariga qolganlarga o'xshab ketadi-yu, sal boshqacharog'i. MCMda akasiga oldik. Akasida ham ozgina tizzasida muammo bo'layotgan ekan. Shunaqangi biodobavka oldim. Qizaloqlarimizga konfetlar. Mana u pomadalardan qo'yadigan yoshga yetmagan qizlarga boshqacharoq pomada mana. Mana bunaqangi qandlar. Kendi. Mini kendilar. Yana mana bunaqasidan ham olganmiz. Bunisi o'zi vitaminlikdan. Vita Pops. Va shunday qilib bugungi videomiz ham o'zini nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganlaring uchun sizlarga katta rahmat deb videoim oxiriga yetganda mana fonarim o'chib qolganini men ham endi ko'ribman. Ertaga ko'rardim. Xullas, nima bo'lganda ham bu video olindi. Endi keyingi videomiz ayamga O'zbekistonga nimalar jo'natishim haqida bo'ladi. Agar video sizlarga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoni oxirigacha ko'rayotganlar bo'lsa, hammalaringga rahmat. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha yana xayr.